Farg'ona shahardagi bozordamiz hozir o'rtoqlar. Videoni shu joygacha ko'rgan bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'ying, xudo xohlasa. Ya'ni qishda qimmatlashadi, ya'ni bayram yaqin, shuning uchun qimmatlashadi deganlar adashadi. Bir xil narxlar bo'ladi o'rtoqlar. Bu yerda butun ziravorlar bor ekan. Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Batta eng qimmat narsangiz necha pul? 1 milliongacha bor. 1 milliongacha bor. Masalan nima? Kardan. Kardan? Kardamon degan narsa. Nima u aka? Yuraydi dorisi. Yuraydi dorisi. Undan choy qilib ichadimi? Choy 1 kilosi 1 million. 1 million. Shu zo'r o'rtoqlar. Kelinglar. Shifo bo'lar ekan. Xudo xohlasa kelaverasizlar o'rtoqlar. Tak, bu tomon kartoshkalar. Kartoshkalarning narxi 6 ming ekan. No'qat kartoshka ekan shekilli. Sari mag'iz necha pul? 7,5 ming. 6 ming. 7 ming. 5 minglik ham bor ekan o'rtoqlar bu tarafda. 5 minglik. Bu taraf ham hozir juda ham chiroyli, nima desa bo'ladi? Qarab olib chiqishyapti. Oldinlari bunaqa porядка bo'lmasdi o'rtoqlar. Assalomu alaykum. 6 mingdan kartoshkalar. O'zimizda dehqonchilik, xola? Gap yo'q. 5 mingdanmi? Zo'r. O'sha mana skidkaga ham tushdi o'rtoqlar. Yangi yilda qimmat bo'lmaydi. Naborot, yangi yilda bayramona arzon qilishadi. Prosta buni bilgan biladi, deydi-yu. Tak, opa bu imbirmi nima u? Imbir nima kasallikka buni endi shifosi bor? Shamollashga, shabadalanishga, ana har xil dorilar olgandan ko'ra tabiiy sog'aygan yaxshiroqda, to'g'rimi? Bu cherry ekan o'rtoqlar. Cherryni bilasizlar o'zingizlar. Shunaqa chiqadi. Mana bir shingilini olib, maza qilib pomidor olib turib, bodringlar bilan cho'tki qilib osh bilan yesa, juda ham bir maza bo'ladi-da. Xullas karam tomoni, xullas biz sabzavotlar ichidamiz. Hozir dehqon bozori ichida. Sabzavotlar ichidamiz. Sizga agar videomiz ma'qul bo'lsa, yaqinlaringizga yuborib, sahifamizga obuna bo'ling. Kommentariyada nimani obzor qilishimizni aytsangiz, xudo xohlasa buni ham obzorlarini qilib beramiz o'rtoqlar. Farg'ona bozor shunaqa. Men bo'ynimga holder ilib olganim uchun o'zimning gavdam bilan bir xil aylanadi o'rtoqlar, yuradi o'zimning gavdam bilan birgalikda. Tak. Mana limonlar ham bor ekan. Piyoz 4 ming ekan, 3,5 ming 4 ming ekan kilosi piyozni. Bu tarafda limon. Necha pul ekan limon kilosi? 35 ming o'rtoqlar. Dehqonchiligi aka? Ha? Yo'q. Parnida bo'ladi bular hozir. Ko'chada bo'ladi. O'sha ko'chada bo'ladimi endi? Gap yo'q. O'rtoqlar kelaverasizlar. Assalomu alaykum. Tak. Go'sht, o'rtoqlar, mana go'sht. Go'shtni biri shu-da mana. Kelaverasizlar. Joyiga qilamiz. Agar rozi bo'lasiz, qo'yib qo'yaman. Mana 145 ming qo'y go'shti o'rtoqlar. Tayyor mana yog'i bilan birga ekan. Charchamayman. Banan necha pul ekan kilosi? 18 ming o'rtoqlar. Mana yangi yilga yangicha narxi bilan. Zo'r. Meva-chevalar bor, hamma yo'q bor. Qazi qarta degan narsa. Assalomu alaykum. Necha pul ekan go'sht kilosi? 130 ming o'rtoqlar. 140 ming, 150 ming sotayotgan joyda 130 ming ekan. Bu qo'y mol go'shti, mol go'shti o'rtoqlar. Laqim bemalol yangi yilga zo'r. Aka, buni kilosi necha pul bo'lyapti u yoqda? 40 ming. Yo'qlar 40 ming. Donasi? Kilosi. Kilosi. Shu bittasi 1 kilo chiqadi oshig'a? 1 kilodan oshadi. Osh chiqadi. Ana bo'g'inga, kasalliklarga bor-ku, o'sha zo'r davolaydi-da bu narsa. Lekin bu kalsiyda bu. Qazilarimiz ham bor ekan. Qazi ham bor, o'rtoqlar. Tayyor. Mana bozordan sotib olgandan ko'ra shu yerdan olib o'zingizlar pishirib yeganinglar yaxshi. Aka, rozi bo'lasiz. Asallar bu tarafda, o'rtoqlar, asallar 140 ming, 200 ming, 170 ming, 150 ming, 220 ming, 170 ming. Endi buni har xili bor-da endi. Tak, nimalardan olingani bor ekan? Gullardan. Lipoyum yod bor ekan, lesni o'rmon nimasi bor ekan. Zo'r. Bular nima aka? Propolis. Bu propolis. Bu nimaga anaqa foydasi? Shamollar, go'rla, когда простуда qilibda полоскать qilgani nimasiga. Lechebniy asalingiz qaysi brendi? Они все лечебные. Все лечебные. Все лечебные. Да. Mana u nima aka? Bu горный чебрец Киёта deydi.
Kigota, ha. Nech pul bu? 15. 15 ming. Mana davleniyaga, o'tga, ha? Stabilizировать. Ha, zo'r. Давление baland odamlarda yaxshi. Plus aka o'zi sotar ekan shu joyga. Ismingiz nima aka? Farruh. Farruh akaga kelaverasizlar. Xohlasa o'rtoqlar. Zo'r bu taraf. Gap yo'q. Endi baliqlar tomonga o'tamiz. Aka rozi bo'lasiz? Charchamang. Mana baliq kerakmidi? Mana baliq so'raganlar uchun. Kilosini 200 ming, 300 ming olib yuribsizlar o'rtoqlar. Hech puldan kilosi aka? Bularda. Oq baliq 30 ming. Bu sazan ha bu? Sazan 40 ming ekan bu. Mana baliq o'rtoqlar. Bu taraf full shu baliq ekanda. Kelaverasizlar mana baliqlar. So'zi baliqlar. O'rtoqlar, xudo xohlasa kelaverasizlar. Zo'r, Farg'ona bozori ichi ideal darajada komfortli bo'lgan hozir. Menga nima kerak? Menga qo'ziqorin kerak. Qo'ziqorin olamiz o'rtoqlar. Obuna bo'lib qo'ying, keyingi qismlarda bundan ham zo'r holatlar keladi.